Damashni xo'rozni xil-xil qilib tayyorlaydigan restoranga keldim. Odatda ko'p joyda tovuq go'shti tayyorlashadi. Xo'roz go'shtini bunaqangi xil-xil qilib hamma joyda ham tayyorlash urmaydi. Yoki men adashmayapmanmi? Tayyorlaydigan joyi bilsanglar kommentga yozib ketinglar. Bu xo'roz sariyada pishirilgan, juda ham mazali. Bu-chi shunaqangi energiya beradi. Bitta yeb ko'ring. Tilla restoranida faqatgina xo'roz emas, damashni tovuqlarni ham pishirib berishadi. Bu tovuq broiler emas, rost mana damashniligini ko'rinishi ham yetib turibdi. Undan tashqari bu yerning fishkasi tilla somsa ekan. Bu somsani aniq ayta olmayman, boshqa joyda uchratmaysiz. Ichlari suvliligini qarang, sharshara bo'y yotibdi-yu. Narxi esa 18 ming so'm. Tilla restoranida asosan Xorazm taomlari tayyorlanadi. Shuning ham bu yerda Xorazmda mashhur bo'lgan sho'r kabob ham yeb ko'rdim. Xorazmliklar, videoga bitta like bosib podдержка qilib yuboringlar. Qonni ko'paytirishga sariyada yumshoq qilib pishirilgan til, Xorazmdan keltirilgan sveji balovlar, o'tiradigan joylari ham juda ham shinam. Birinchi, ikkinchi qavatda joylari bor. 10 dan 11 gacha ham ishlashadi. Uzun tezkor orqali dastavka xizmati ham bor. Bu videoni birinchida turgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Zora insof berib olib borib qolsa sizni. Tilla restoranining adresi Mirzo Ulug'bek tumani. Fizikadan Yangi O'zbekistonga ketib urishda chap qoldi. Yandexga Tilla restoran desanglar ham chiqadi.